Boysun tumanida yashovchi 3 nafar farzandning otasi 43 yoshli erkakning turmushi yillar davomida oilaviy janjallar bilan kechdi. Turmush o'rtog'ining tikuvchilik orqali halol mehnat qilib topgan daromadlarini u bir necha bor o'z manfaatlari yo'lida sarflab yuborgan. Bu esa oiladagi ishonch va mehr rishtalarining tobora uzilishiga sabab bo'ldi. Muammolardan qochish va ro'zg'or tebratish maqsadida u poytaxtga ishlash uchun ketadi. Biroq o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlardek ichkilikka bo'lgan qaramlik uni yana ortga tortdi. Kunlarning birida ayolning uyini ta'mirlash uchun bergan mablag'larni ham spirtli ichimlikka sarflab yuboradi. Shu voqeadan so'ng xonadonda navbatdagi keskin janjal kelib chiqadi. Halol mehnati bilan oilani boqayotgan ayol pullarni qaytarib berishini talab qiladi. Uni ichib yubordingmi deya norozilik bildirib, eriga bir necha bor haqorat so'zlarni aytganligi ma'lum qilinmoqda. Ammo bu safar janjal fojia bilan yakun topdi. Turmush o'rtog'ining homilador ekanligini yaxshi bilsa-da, uni qasddan o'ldirishni reja qiladi. Ayolni yiqitib, uning bo'yin sohasidan qo'llari bilan bug'ib, umriga nuqta qo'yadi. Oqibatda esa nafaqat bir ayol, balki ona bag'ridagi 4 oylik go'dakning ham umri zavol bo'ldi. Qolaversa 3 nafar farzand ham ona mehridan mahrum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan ish jinoyat ishlari bo'yicha Bandixon tuman sudida ko'rib chiqilib, sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B bandidan nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B bandi bilan 16 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sud jarayonida ayblanuvchi qilgan jinoyatidan pushaymon ekanligini bildirdi. U o'z so'zida bir lahzalik g'azab va ichkilik ta'siri tufayli butun oilasi hayotini izdan chiqarganligini tan oldi. Ammo qilingan pushaymon orqaga vaqtni qaytarmaydi.